Oh, yaxshi, yaxshi. Ketdik, ketdik. Safga turing. O'tiringlar. Ikki qator bo'lib turinglar. Ancha vaqt bo'libdi. Hammaga salom. Ha, ancha vaqt bo'libdi. Bunday birga bo'lish biz uchun sharaf. Nega hammamiz bu yerga yig'ildik? Kelinglar, Run BTSni biroz yangilaymiz. Yangilaymizmi? Oxirgi marta Run BTSni qachon suratga olgandik? Oxirgi safar shunaqa emasmidi? Zinapoyadan chiqib biror narsadan ko'tarilib borishimiz kerak bo'lgan edi. Xuddi turnikka o'xshash narsa. Bizga suratlar ham berishgandi va hokazo. Ha, biz ochiq sayohatga borgandik. Ha, to'g'ri. Men ham o'sha paytdagi xotira suratlar saqlab qo'yganman. Oxirgi o'shamidi? Ha, o'sha. Bu nam uchun aytgan epizod bo'lsa kerak. Zinadan chiqayotib tayoqni olib borganimiz. O'sha epizod. Va hech narsani tushirib yubormasdan esimni qolganiga qaraganda, ha, biz qilichbozlik qilgandik. Ha, qilichbozlik. O'sha epizod kompaniyamiz binosida bo'lganmidi? Balki oxirgisi o'sha bo'lgan edi. Ha, to'g'ri. Baribir. Biz Run BTS bilan nima qilishimiz kerakligini juda ko'p o'yladik. To'g'ri, lekin biz qaror qildik. Hech narsa Run BTSdan ustunlik qila olmaydi. Bu qilinishi kerak. Yangi butunlay boshqa show qilish o'rniga to'g'ri biz uni 2.0 versiya qilib yangilash yaxshiroq deb o'yladik. Biz Run BTSni juda ko'p uzoq vaqt bir xil formatda qilganimiz uchun bizni kutayotgan muxlislar yana Run BTSni ko'rishni xohlashadi deb o'yladik. Bosim shunchaki o'zimizga yoqqan uchun qilayotgandek tuyuladi. Kirish qismini o'zgartirishdan boshlasak-chi? Bangtan shuni o'zgartirmoqchimisiz? Menimcha nomini o'zgartirishni ham o'ylab ko'rish kerak. Run BTSni o'zgartirmoqchimisiz? Ha, Run BTSni o'zgartiramiz. Qanday o'zgartirmoqchisiz? Masalan, bangtang kabi? Shu vaqt ichida YouTube va Verdi shoular trendlari juda o'zgarib ketdi. Lekin trendlarni bir chetga qo'ysak. Menimcha biz eng yaxshi qiladigan narsamiz yopishib olishimiz kerak. To'g'ri, juda kulgili bo'lishga ortiqcha harakat qilish o'rniga. Aynan shu yo'lga kirib ketmasdan, chunki bu bizning asosiy ishimiz emas. Tabiiy bo'lib ham yaxshi ishlash mumkin. Yoki balki aksincha, kulgili bo'lishimiz, to'liq kirishimiz kerakdir. Lekin menimcha Run BTS uchun bu ortiqcha. Ya'ni har doim studiyaga yig'ilib, birga surat olishimiz shart emas, to'g'ri, chunki har birimizda o'z ishlarimiz bor. Ha, unda sizda qanday fikr bor? Nima deysiz? Janrni biroz kengaytirsakchi? Unda masalan, sening uyingda suratga olsakchi, keyingisi ham sening uyingda. Masalan, bu vlog bo'lishi mumkin deylik. Hammasida yettitamiz bo'lishimiz shart emas. Faqat bir yoki ikkita a'zo bo'lishi yetarli, chunki oldindan tur ham bor-ku. To'g'ri, kimda vaqt bo'lsa, aynan shunday. Demak, agar yolg'iz qilmoqchi bo'lsang, mayli, birga ham qilsak mayli. Eng muhimi davomiylikni saqlashimiz kerak. Shuning uchun bu kimning xohishiga borligiga ham bog'liq bo'ladi. Mazmun. Ya'ni qandaydir reja bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda kim, qachon, nimani qilishini taxmin qilishimiz kerak. Unda har bir odam har 2 oyda suratga olsa qanday? Hech bo'lmaganda shunday bir tizim bo'lishi kerak. Sizlar qanchalik tez olishni o'ylayapsizlar? Men uchun oyiga bir marta tur jadvalimizni ham hisobga olishimiz kerak. Hatto oyiga bir marta ham qiyin bo'lishi mumkin. Biz shunday kontent qilishimiz kerakki, hatto fan bo'lmaganlar ham ko'rish xohlasa. Agar shunday bo'lsa, unda erkinroq bo'lib, ko'proq yangi narsalarni sinab ko'rishimiz kerak. Balki men uchun kulgilik qilish unchalik muhim emasdir. Eng so'nggi trendlar ostida qilishdan ko'ra, sen shunchaki tomosha qilishdan afzal ko'rasanmi? Faqat tomosha qilishmi? Menimcha retro uslubidagi Verdi shoularda narsalarni qaytarish qiziqarli bo'ladi. Masalan, Raise the Subway kabi. Kim tezroq ekanligini bilish uchun metro bilan poyga qilardik yoki Love on Air kabi yurakni liqlashtiruvchi yo'ldan borishimiz mumkin. Masalan, Ming Won uchun baxt kabi. Hozirgi kunda Ming Won bilan yashash mumkin emas yoki eski kunlardagi skolatsiyalikni eslaysizmi? Lekin hozirgi maktab o'quvchilari bizni bilmasligiga o'xshaydi. Hozirgi maktablarda o'quvchilar yo'qdi. Har bir sinfdan 6 ta o'quvchi. Kompus tashqarisida tajriba qilsakchi? Kompus tashqarisida tajriba? Ha, biz hammamiz birga suratga olishimiz qiyin bo'lishi mumkin, chunki safarda bo'lamiz. Hammamiz reklama shartnomalarimiz va boshqa ishlarimiz bor. To'g'ri, jadvallarimiz mos ketmasligi mumkin. Bir yoki 2 ishtirokchi ishtirok etmasa ham bo'ladi. Chet elda poyga qilish juda yaxshi bo'lardi. Bu zerikarli. Ha, qiziq bo'ladimi? Bilmadim. Unda masalan, Yungi 1 soat davomida gitara cover qilsa-chi? Bilasan-ku, odamlar uxlab qolish uchun ishlatgan narsasimi, gitarasimi, bu ham bir variant. Nega shunchaki hamma trendlarni sinab ko'rmaymiz? Wall sahifasini bezash, barcha trendlarni sinab ko'rish. Menga yoqdi. Challenge'lar ham kiradimi? Ha, hammasi. Ham hozir trenddami o'zi? Yaxshi. Masalan, Dubayning cho'ziluvchan pechenilari, avatar blind date'lar, bilasan-ku, xaritani olib, shunday qilib tasodifiy joyga borish. Qisqa dramalar, kichkina sahna ko'rinishlari qila olamizmikan? Lekin aktyorlikka kelganda men bu borada juda yomonman. Menlar musical qilamiz. Uzoq minutdan so'ng.
Lekin bizning uzoq muddatli loyihalarimiz doim muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Uzoq muddatli loyihalar unchalik qiziq emas. Hatto sport musobaqasida qatnashishni ham uddalay olmadik, lekin bir necha marta tennis o'ynagandik. Qatnashamiz deb aytmaganmidi? Bu juda zo'r bo'ladi. Ha, lekin men allaqachon oldim. To'g'ri, lekin men haydovchilik guvohnomasini olishni umuman uzoq muddatli loyiha desa bo'ladimi? U uchun bo'ldi. Menga 10 yil ketdi. Unda uchuvchi pilot guvohnomasini olsa-chi? Ha? Yoki marafon? A? Marafonmi? Yarim marafon sinab ko'rakmi? Yo'q, yarim marafon. Bu uzoq muddatli loyiha. Men buni allaqachon qila olaman. Agar men dasturda boshqarsam, masalan, ingliz tilini o'rganishni sinab ko'rishimiz mumkin yoki qayiq yasash kabi narsalar. Bitta narsaga e'tibor qaratib bo'lmaydimi? Nima deding? Qayiq yasash, u hozir shu narsalarga qiziqib qolgan. So'nggi paytlar qayiq yasash o'yinini o'ynayapti. O'yinlar real hayotda ajratib bo'lmaydimi? Menmi? Ha, xavfli tuyulyapti, lekin qiziqarli eshitilyapti. Menmi? Bu bolalikdagi orzularimdan biri edi. Shaxsan men shunaqa qilgan bo'lardim. Hamma ertalamiz birga o'yin o'ynaymiz. Keyin bitta boss bilan jang qilishimiz kerak bo'ladi. To'xta, uni yengmaguncha keta olmaymiz va kim ma'lum bir ochko birinchi yig'sa, chiqib ketishi mumkin. Uyga ketish mukofot bo'lishi kerak. Shunda hamma rostdan ham harakat qiladi. Orim, sen nima o'qimoqchisan? Oldinlari bo'lgan Gorilla Tate'ga o'xshash narsa. Bu nima o'zi rostdanmi? Tate degani u o'sha turdagi uchishi degani emas. Bizni hamma tanishi mumkin, lekin odamlar haqiqiy ma'noda bilishmaydi. To'g'rimi? Nima demoqchi ekanimni tushundingizmi? Tushundim. Tasodifiy joyga boramiz. Mashinadan birdan tushib, odamlardan intervyu olamiz. Salom, siz BTSni bilasizmi? Xo'sh, yana qanday savollar bor? Ingliz tilini o'rganib ko'rishni sinab ko'rmaymizmi? Menimcha bu kerak. Rostdan ham shuni qilishingizni xohlayman. Biz Amerikada 10 yildan beri faoliyat yuritamiz, lekin hali ham faqat bitta odam erkin gapira oladi. Sizlar buni bilasizmi? Biz 15 yildan beri birgamiz. Men harakat qilganman, namchun, rostdan ham harakat qilganman. Hatto o'zimning ingliz o'qituvchisini ham topganman. Biz inglizcha rol o'ynay olamiz. To'g'ri. JK, o'ylayapsanmi nimadir o'ylayapman. Bugun undan hech narsa chiqmaydiganga o'xshaydi. Ha, bugun bo'lmaydi shekilli. Ovqat pishirsak-chi? Ha, ovqat pishirishmi? Kelinglar, restoran ochamiz. Restoran ochmoqchimisiz? Bu falokat bo'ladi. U buni oldindan qilgan. Tasavvur qiling, shovni tugatdik va kimdir so'raydiki, qayergadir borganmizmi, shopping qilganmizmi? Yo'q, ertaga Ron Bitis restorani uchun suratga olish bor. Ertalabdan boshlab sarimsoq va ko'k piyozlar tozalash kerak. Shuni tasavvur qilinglar. Yuziga qarang, siz rostdan ham shunaqa bo'ladi deb o'ylayapsizmi? Men allaqachon bilaman, siz shunaqa bo'lasiz. Kelinglar, o'zimizga finding kursimiz qilamiz. Menga yoqdi, 7 va kurs qilsa bo'ladi. Bilasan-ku, finding bilan. Qanday tushuntirish kerak? Ha, bu Sunchongning Gochujang bilan tayyorlangan. Bu faqat Sunchangdan Gochujang sotib olish. Agar men uzoq muddatli loyiha qilmoqchi bo'lsam, musiqa asboblarini tanlayman. Uzoq muddatli loyiha qilishning maqsadga shunga emas. Bu faqat Yongning xohishi. U bizni guruhda aylantirmoqchi. Men sotib oldim. 40 yoshga yetganimdan keyin raqs qilish oson bo'lmaydi. Hatto dars boshlash uchun barban o'qituvchi topdim. Hey, sen shunchaki o'qituvchilarni yig'yapsanmi? Men o'qituvchi kollektorman. Sen o'qituvchi kollektormi yoki nima? Men o'qituvchi kollektorman. Eshitdim. Ularni shunchaki suhbatlashish uchun taklif qilasan. Faqat yeyish uchun shug'ullanasiz. Dehya, xohlagan narsang nima? Senga nima deyish mumkin? Men shunday o'yladim. Hammamiz maktabga borishimiz mumkin, bilardim. Shuni aytarding. Shekilli, hech kim maktab hayotini his qilmagan. Men o'rta maktabni tugatgan kunim Music bankda edim. Yanada yaxshi, sen ishda eding. Hayotlarning almashtirish g'oyasi juda yoqtirdi. Hayotlarni almashtirish birozdan ham qiziq tuyuladi. Biz o'rtadamizda. Faqat biz, lekin biz allaqachon bir xil ish qilamiz. Men buning uchun ertalab birinchi navbatda ichishim kerak. Biz bir-birimiz hayotimizni yashaymiz. Shunday qilib kunni bir-birimiz uchun rejalashtiramiz. Dam olish kuniga qarab yaxshimisiz? Shunday qilib ular uchun reja tuzamiz. 5 xil ko'rganimizda borish bilan 8 soat gitara chalishga tayyormisiz? 8 soat? Shu ishdan rozi bo'lishni xohlading? Qaysi hozir hayotda yashashni xohlashim? Rostini aytsam, hech kimni Rostini aytsam, men ham hech kimni xohlamayman. Bu haqida chinakam o'ylash kerak. Men uchun, nam uchun, hobbi uchun ham. Nima uchun? Juda samarali tuyulibsan. U kun bo'yi faqat divanda o'tiradi. Men asla divan bilan birman. Rostdanmi? Men televizor tomosha qilaman yoki ba'zan qiziqarli o'yin o'ynayman. Men ham o'yin o'ynashni yoqtiraman. Zo'r bo'ldi. Men sen bo'laman. Taehyun dam olish kunlari nima qilasan? Menmi? Men butun kun uydaman. Biz hech kim maxsus bir ish qilmaymiz. Faqat nam uchun bu bundan mustasno. Men oldin 2 hafta ketma-ket uyda bo'lganman. Men ham xuddi shunday. O'zim mumkin tuyuladi. Qiziqarli bo'lish mumkin deb o'ylayman. Shu damda qilaylik. So'nggi paytlar harbiy xizmatdagi vaqtim esimga tushadi. Shuning uchun do'stlarim bilan Vernaga qisqa ko'ylak bilan chiqdik. Bir necha kun oldin ko'p nodol qilgan edik. Zo'r eshitilyapti. Xo'sh, harbiy xizmatga qaytganda nima qilyapsiz? Bu butkul boshqa narsa. Ey, hammamiz birga harbiy xizmatga borsak, qiziq bo'lardi. O'z qamoqimiz qilardik. Har birimizga unvon berish mumkin. Sizlar bilan birga mayli kelishdik. Biroz kuting. Sizlar harbiy xizmatda futbol o'ynagan edingizmi? Men stol tennis o'ynadim. Men esa juda ko'p futbol o'ynadim. Eshitdim, senga taxallus ham berilgan edi. Menga Mr. Foot, V. Waller degan nom berishgan. Mr. Foot?
Volleyball? Misr foot volleyball bu qiziq ko'rinishi mumkin. To'g'ri aytishingiz kerak. Nega men shunday nom? Men yaxshi o'ynashni xohlardim. Shuning uchun kichiklardan so'rab turdim. Demak, siz hamma bilan futbol o'ynab chiqishni so'radingiz? Men shunchaki top sportlari uchun yaroqsizman. Biz top sportlarda yaxshi emasmiz. U paytgacha jamoatlar qanday bo'lgan edi-ya? Avval futbol o'ynaganimizda u vocal line with strap line. To'g'ri, vocal line with strap line. Butkul umidsiz uchlik. Salom, men Tiroman. Qanday bo'ladi? Futbolda revnish o'ynaylikmi? Zo'r eshitiryapti, faqat shuni o'ylash kulgili. Shu ishni qilaylik va bir kechalik sayohatga qilaylik. Sayohat yaxshi bo'ladi, shunchaki ketaylik. Oldindan hech narsani rejalashtirmaylik va u yerda hammasini hal qilamiz. Ha, qiziq bo'ladi. Pishirish qiyin, lekin men tayyorman. Men ham pishirish bilan rozi. Menimcha bizning fikr-mulohazalarimiz shu yerda yetadi. Shunga qaramay bizda juda ko'p g'oyalar bor. Ryan BTS kinoda nima ko'rsatmoqchi ekanlari? Faqat biroz tabiiyroq. Ryan BTSda biz allaqachon o'zimiz bo'lganmiz. Menimcha eng qiziq tomoni birga hazillashib kulishamiz. Eng qiziqarli, to'g'ri, har doim shunday bo'lgan. Aslida shu uning asosiy mohiyati. Men rostini aytsam, suratga olish shunchaki zavqlanish uchun boraman. Biz faqat komedik g'oyalar muhokama qilamiz. Lekin shaxsan men xohlardimki, yanada ko'proq narsalarga qo'shaylik. To'g'ri, endi Haybida band mashg'ulotxonamiz bor. Sen bu masalani qo'ymayapsan, xo'p? Endi mashq qilaylik. Mashq qilish vaqti keldi. Haqiqatan ham mashq qilishimiz kerak. Ha, aslida mashq qilishimiz kerak. Taehyun, biz uchun Run BTS yakunini qil, xo'p? Run BTSni tomosha qilishni davom eting. Run, biz uni yangilayotgan edik-ku. Biz o'zgartirdik-ku. Bizga biror yangi narsani bering, o'zgartiring. Run, lekin bu bizning imzoyimiz emasmi? Hop, ketishdan oldin shuni hal qilaylik. Yakuniy qo'shiq. Bu haqida sayohatda o'ylaymiz. Sayohatda, chunki vaqt talab ketadi. Xo'p, shuning uchun hozircha shunday qoldiraylikmi? Demak, kelasi konsertimiz uchun sayohatga borishga qaror qildikmi? Bilmayman. Hop, Run bilan davom etamiz. Shu bilan yakun. Biz buni yaxshi bajardik. Endi ketaylik, yuguramiz. Bu birinchi marta bo'ldi. Hech kim bizga qo'shilmadi.